Bepanten bilan metil uratil har doim gapiraman, eng yaxshi ko'rgan aptechniy sredстволарim uy sharoitida ishlatsa bo'ladi. Metil mana bu bepanten 3 xil bo'ladi. Krem, maz, gel и sprey pantenol. Juda ham zo'r narsa. Yuzinglar qizarganda, qurib ketganda krem, qizarib ketganda qanaqadir shilsheniyalar bo'ladi-ku, maz qilsa bo'ladi. Zo'r narsa. Lekin bu aptechniy sredstvo. Uni har doim muntazam ravishda qilish mumkin emas. Bir haftada 3 kun siz bo'ladi. O'ta qurib yoki shilsheniya qizarib ketganda bo'ldi. Lekin bu sizni uходовая kosmetika emas. Orasida ishlatib tursa bo'ladi. Ikkinchi eng zo'r preparatlardan bittasi, buni men 25 yil adashmadim. Eng zo'r preparatlardan bu metil uratil maz. Любой shilsheniya, terilar, yoriqlar, bilasizlar, tirnoqlarning chetlari yoriq bo'lishi mumkin. O'shanga shunda podplyonku metil uratil qo'ysanglar, zo'r rezultat bo'ladi. Yana bir marta amin bo'ldim, yaqindagina plastirdan menda katta раздражение bo'ldi. Qizarib, yarachalar toshib ketdi. Metil uratil kechqurunga surdim, ertalab o'sha yarachalardan asar ham qolmadi. Haqiqatan zo'r. Bu reklama emas, ishlaydigan preparat.